Xcar полностью o'zimiz nomimizga o'tdi. Inshaalloh yaqinda ishga tushadi. Akam, qachon ishga tushadi? Inshaalloh hozirgi uchurda 38 ming водитель skachat etib qattovdan o'tib qo'yibdir. Buyursa o'shuni 100 ming qilsak start beramiz. Bizning задача 100 ming водитель to'plash Moskva shahrida. Условиялari haqida aytib bersiz aka. Usullari shundan iborat. Xcar'ni обязательно Play Market App Store'dan skachat qiling va bizga juda savol kelyapti. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonlik akalarimiz ham bemalol ishlasa bo'ladi. Обязательно гражданство bo'lishi shart emas. Akam, Анан ең важныйсы туғандар. Бұл Xcar'da машинелердин жылына карабайт. Машинеңер жакшы состояниеде болсо эле фотоконтролду өтөсүңөр дагы ишти кыласыңар. Так что поддержкадан бергиле. Приложение o'zimizda полностью har bir водительda telefon nomerlari bor. 100 mingta водитель bo'lgandan keyin mana shu chiroyli mashinani Xcar водительlar orasida rozыгрыш qilamiz. Undan tashqari yana 100 ta smartfon telefonlarni водительlar orqasida razыгрывать qilamiz. Hozir sizlardan bitta поддержка maksimalni skachat qilib registratsiyani o'tib qo'yinglar. 100 mingtaga chiqaylik. Yandexda blog bo'lib akkaunt ochib beringlar deb yozyaptilar. Mana sizlarga shans. Registratsiya qilasizlar, ishlasanglar bo'laveradi. И bata hech qanaqa просто так passajir жалобasiga blokirovka qilmar ekan. Так что ishlaymiz. Akam, bir so'zingiz. Так, туғандар, мынакей буйруса bir айдын ичинде жакшы кылып ушуга поддержкадан берип 100 миң катталуучуга жеткизип, могул жерде жанагы колдонуучуларды кылдырсак, буйруса Xcar толугу менен ишке түшөт. Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston поддержкадабыз. Bir ko'rsatib qo'yaylik qanday дружный ekanimizni. Bu Xcar kompaniyasi bizga o'tdi полностью. Яндекс больше не будет с нами. Будем с Xcar. Jigarlar, bu boshlanishi, xudo xolasa keyingi videoda kuzatinglar, обязательно like bosib, aynan Moskvaga kelib taksilar qilmoqchi bo'layotganlar jo'natib qo'ying. Xcardan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa bundan ham zo'r sizlarni xursand qiladigan sovg'alarimiz bor. Bu faqat boshlanishi. Albatta. Все.